bir xona ikki xona qilingan kvartira so'ragan obunachilarimiz uchun Chilonzor 11-kvartal shunda Shohmet Center'i yonginasidagi domdan sizlarga bir xona ikki xona qilingan kvartiramizni ko'rsatib o'taman. Kvartiramiz o'rta etajda joylashgan, ikkinchi etaj. Atmosferasini bitta ko'rib o'tinglar. Mashina qo'yish uchun joyi, yashil zonasi bor. Maktab, bog'chadan muammo yo'q. Domimizni orqa tomonida shundoq maktab bor. Agarda ushbu kvartira sizga ma'qul kelsa, xarid qilib olishingni sizga tavsiya berib o'taman. Hozir kvartiramizning ichki qismini sizga bitta ko'rsatib o'taman. Yo'qsa layklarni bosib xarid qilib olinglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, xonadonimizga ham kirib oldik. Hozir men sizga kvartiramizning kirish qismidan boshlab birma-bir tushuntirib o'taman. Bu yog'imizda kirish eshigimiz. Kvartiramizni noldan buzib remont qilingan. Remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu yog'imizda kirish eshigi bu bezключевой kod orqali ochib yopiladi yoki karta orqali ochib yopiladi. Kvartiramizda kiraverishda ham bunaqa koridorimiz joylashgan. Koridorimizda разделный sanuzel hamda hojatxonamiz joylashgan. Prixojniy mebellar qilib qo'yilgan. Remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Kiraverish kafel to'g'rimizda bitta umumiy xonamiz joylashgan. Kvartiramizning remontiga bitta ahamiyat berib, yoqsa layklarni bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu yoq devorimiz Atacentodan chiqqan. Yangicha dizaynda. Bu yog'imizda esa yumshoq zonamiz, spalniya ham bo'ladi. Bu yog'imizda TV zonamiz joylashgan. Hurmatli obunachilar, kvartiramizda did bilan eng yaxshi sifatli narsalarda mebel va texnika qilib remont qilingan. Remontini bemalol kelib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Qo'l uchida remont qilinmagan kvartiramizda yaxshigina gilamlar ham qo'yib qo'yilgan. Shinam tayyor xonadon. Shunaqa xonadonda yashashni niyat qilayotganlar bo'lsa, bemalol kvartiramizni xarid qilib olishingiz mumkin. Xo'p, bu yog'imizda oldin oshxona bo'lgan. Oshxona ham duxspalniy qilib qo'yilgan. Bemalol shu yerda dam olsanglar bo'ladi. Ikkitalik spalniy, o'zini dekorativ portretlari hamda bu yoqda kattagina shkafi bilan birgalikda. Xo'p, ko'chaga qaragan oynasi ham bor. Hurmatli obunachilarimiz. Bu yog'imizda 1,5 ga uchli balkon. Balkonga shunday oshxona chiqazib qo'yilgan. Kuxnyamizda ham barcha sharoitlar bor. Kuxnya mebel, texnikalari, immerdan холодильник, bu yog'imizda gaz plita, vitishkasi, kuxnya mebeli. Ko'chaga qaragan mana bunaqa katta oynasi bilan birgalikda, hurmatli obunachilarimiz. Xo'p. Orqa tomonimizdan ham yo'l o'tgan. Mana bu turgan maktab. Maktab shundoq kvartiraning oldida joylashgan. Shohmet Center'i shundoq yonidagi dom yo'li yuzasida joylashgan kvartira. Lokatsiyasi juda ham yaxshi, kvartiramizning o'zi ham yaxshi. Xarid qilib olib yashasanglar ham bo'ladi yoki ijaraga berib yaxshigina daromad olib o'tirsanglar bo'ladi. Eshiklari ham rossiyskiy eshiklar qo'yib qo'yilgan, hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, endi men sizlarga sanuzelni bitta ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda sanuzel. Mana bu smesitillari ham qimmat smesitiller qo'yilgan. Yaxshisidan bu yoqda gradus ko'rsatadigan oyna, rakvinasi hamda o'zini Samsungdan kir yuvish mashinasi. Kvartiramizni tayyor holatda shunday xarid qilib olib, bemalol ko'chib o'tib yashab ketsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda esa hojatxona. Agarda sizlar shunaqa remontli, tayyor, shinam xonadonda yashashni niyat qilayotgan bo'lsanglar, ushbu kvartiramizni sizlarga tavsiya berib o'taman. Aytganimizdek, Farxatskiy bozor bir qadam. Shunda katta yo'lga chiqasizlar, bir liniya Chilonzor metro. Yana qulayliklari yo'l yuzida Shohmet Center'i shunda yonidagi dom, ikkinchi etaj, 4 etajli domni ikkinchi etaji, o'rta etaj. Podyezdlari ham yangi, kirib kelaverishdan bunaqa gullar qilib qo'yilgan, juda ham yaxshi atmosfera qilib qo'yilgan. Kvartiramiz, domimiz ham juda ham chiroyli. Agarda shu kvartirani xarid qilib olmoqchi bo'lsanglar, kvartiramizdagi $54,000 narx so'rayapmiz. Ozgina kelishtirib beradigan joyimiz bo'ladi albatta. Kvartira ma'qul kelsa, savdosini qilsanglar, xudo xohlasa chiroyli narxda qilib beramiz. Agarda kimlargadir kvartira ma'qul kelgan bo'lsa, shundoq bog'laninglar, olib kelib ko'rsamiz, yo'qsa joyda savdo qilamiz. Ijaraga qo'yaman desanglar, ijaraga ham 2-3 kun ichida klient topib qo'yib beramiz yaxshi narxlarga. 400, 450, $500 gacha tortadi bunaqa kvartiralar. Qo'yib beramiz shu narxda. Agarda kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, srazu aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.